Do'stlar, Mogo Leasing kompaniyasi narxlar sindi desak ham bo'ladi. Qo'shida necha so'm bo'ldi? 2 million emas. 4 million emas. 6 million emas. Necha so'm skitga ketdi? 7 million skitga bilan. O, biling. 7 million. Al 7 million ham skitga emas. Boshlanishda 10% bilan ketadi mashinalar hammasini. Shunda 6,5 million bilan, 7 million bilan, 8 million bilan Nexalar ketadi. Bir pasport, bir pravo bo'lsa bo'ldi. Haydab ketaveradi mashinalar. Hamma viloyatda. Hisob. Galaverasizlar. Yana do'stlar, syomka jarayonida og'amiz keldi, Buxorodan xarid qilib turibdi. Og'a, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tinchmisiz? Buxoroning qayeridansiz, og'a? G'ijduvonning o'zidan. G'ijduvonning o'zidan. Qayerdan ko'rib keldingiz? To'g'risini ayting, faqat kesing. Instagramdan ko'rib keldik. Kimning Instagramidan? Mogo Instagram. Bizning profildanmi? Profildan. Gap o'sha ekan emas. Og'a, necha so'm berdingiz? Qancha berdingiz? İşiniz bitiyor hozir. 7 million so'm berdik. 2 soatda ishimiz bitdi. Haydab ketasiz endi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Gap bo'sh. Aka emas, haqiqatmi aka? Tabriklayman aka, mana mashinani. Ana, Spark ketdi, easy bor. Kelaverasizlar. Naki Spark kerak bo'lsa, xo'sh tomon bog'lanasizlar, yetkazib beradilar. Davom bor Sparkning. Qalin svetlaringizda. $6 million, 7 million so'm bilan bir dona pasport bilan necha mashina akib bilaman degan yurtdoshlarimiz uchun bugun sizlarga Urganch shahrida Mogo Leasing kompaniyasi bor. Yodingizda bo'lsa 10 kun, 15 kun burun ham bu yerning videosini chiqarib mashina ko'padi bu yerda. Hozir kamayib qolgan. Shundan sizlarga yana aksiya tushgan narsalarni tushuntirib o'tib ketamiz. Urganch shahrida yana bunda Detskiy больница, chap aylanib ketadigan bo'lsa Detskiy больница bo'ladi. Bundan to'g'ri ketadigan bo'lsa, shu Al-Xorazmiy ko'cha, aeroport yo'lini olib chiqadigan yo'l. Ekranda nomer bo'ladi, telefon uringlar, kimga nechik variant kerak bo'ladigan bo'lsa, bir dona pasport bilan 11 ta viloyatdan mashina bor. Ya'ni bizda hozir faqat Xorazmga chiqadimi, boshqa viloyatga berilmaydimi degan guringlar yo'q bu yerda. Mogo kompaniyasida Vodiydan bo'lasizmi, Buxorodan bo'lasizmi, Samarqanddan bo'lasizmi, Qoraqalpog'iston Respublikasidan bo'lasizmi? Xudo xolasa kelsangizlar bir dona pasport bilan ishlaringiz shu yerdan bitadi. O'tgan safar qaymoq rang Matiz duradi bu yerda. Matizlari adashmasam 5 million, 6 million aksiyaga turadi. Narxidan qaytariladi-da. Bir 6-7 million so'm bilan oldindan to'lov bilan ham olib ketib bilasizlar. Hamma rasxodi ichida bo'ladi. Har oy to'lab yuraverasizlar bankka. Ana shunday. Endi mashinalarning dokumentini keladigan bo'lsak, uni hozir qo'shuv tom bilan birgalikda shu xodim bilan tushuntirib o'tib ketamiz. Dasturning dokumentlarini ham ko'rib turganingizdek, hamma mashinalar firma nomerida. Bam, orqadagi 2 Nexia 2. То есть internetga giringlar, finskiy договор deb yozinglar, no narsa u. Ana to'liq ma'lumot yana shu yerda bo'ladi. Ertang bo'ring, buni hozir oldingizda oyma-oy to'lab yuribsizlar, keyin ilib tashladingizlar. Hech qanday oldi-sotda aytib o'tish shart emas. Tushunishim bo'yicha hozir yana ham so'raymiz bu narsani. To'g'ri gayga borib nomer olaverasizlar. Oldi-sotdi shartnoma qog'ozini bilasizlar-ku. Go'yk bo'ladi. Toshkent ana shunday dogovor beriladi sizlarga. Agarda hozir ko'chadan bir Matizmi yoki Nexia'mi yoki Sparkmi arenda olaman degan bo'lsangiz ham, oldindan bitta to'lov berasizlar, keyin oyma-oy to'lov qilib yuringizlar. Arendadan ham shunday. Bu yerda esa oldindan to'lov, prosta dokumentlaringizni va yana yugurdan getiradi hamda mashina o'zlaringizga oladi. Mana shunday haydab yuraverasizlar. Ana shunaqa gap, ekranda nomer, telefonlashinglar, ma'qul bo'lsa kelinglar, ko'ringlar, kurs ustida. Yana bir narsasi, plus tarafini aytadigan bo'lsam, mashina bozorga bordingizlar, xohlagan
100 mi, 150 milyonluq maşını görəsizlər, makul oladan bolsa, əldən to'lov pullarınız yetməyirdi. Məsələn, rüyellərlə orta düşüb maşını satıb aladılar, firmasını ötürədilər də, ana sizlərə dokument, onun finski dogovor yazıb bərlədi, həydə bir verəsizlər. То есть расход etib oturmayız sadəcək mən, əldən köp summa. Maşını. Əsə, bir yandan görəli, sizə də hər dəmki like bas qoyuş, bizə hərəkətdəmiz. Bu videomuzu çıxarışımızdan məqsəd Nexi 2'lərin narxı düşkən, şularını düşündürüb ötüb keçəcəkmiz. Bulanam narxı düşkən, Nexi 2'lərin narxı düşkən. Xoşuta xarman, assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Tilsmisiz, şəri, iş otubmu? Ağa, ötken safar maşın köprək edir, bu nə kəmək qan? Soda zor otubmu? Allah'a bir çok şükür. Yine ötken safar aksiya etib tüm gəlonlarımızı Neçə som aksiya var? Əlbəttə ötken safar. 6 milyon skit 6 milyon skit getirədən. 6 milyon skit. Qaymaq getdi beydəki. Qaymağımızı verdik. Nerə satdınız? Ürgənçə Xaraz vilayətinə Nexi verdik. 2'ninə. Nexi 2'nimizin Gülüstan'a verdik. Gülüstana. Gülüstan'a gitti. Bizən videonu görüb gələn. Bizim Özbekistan'ımızda 11 vilayette bakın. 11 vilayət. 11 Ya vilayette. əvvəlki ya Buxara çıxadımı da video başında aytıb getdim, siz biləm düşündürüb ötüb getədə olmasaq. Aha. Bunun gəplə yox axır ya. Yok. Mən Buxaradaydım, mən Vadidədim, yoxanda mən çıxa verədən bir yerə, doğru O mu? farkı yok. Fark yox, gedə Farkı yok. verədə. Belli verelim. Gəl boş mümkün emas dostlar yenə. Neçik dəst soğut tutdu azı? Sistemada özgəriş varmı ya narxla düşkənmi? Narxla düşkən bizə də. Maşınla narx. Belə aksiya davam etdiyatımız. Gəl boş mümkün emas. Aksiyadan toxtamayız. Toxtamayız. Bolsa bolsun, halkımız üçün bolsun dedik o. İsab, ya aytıb duraydım. Bazara düşüb, ortaya düşüb, aladım bolsa. Aha. Neçik oladı onu dəsturu? Məsələn, bir Nexi 3 götürdü, 100 Aha. milyonluq, ya Aha. 105 milyonluq Nexi 3 götürdü, ya Aha. Spark götürdü, 20-21-ci ilmi, misal. Lakin kolunda bir 6 milyon, 7 milyon pulu var. 20-15%'ın əldindən töləyə etdirəmiz. Mogo Leasing kompaniyanın neçə filialı var? Özbekistan boyla. Özbekistan boylab 11 vilayətimizdə var. 11 dənə filialı var. 11 filialı var. 11 11 dənə. vilayətimizdə. Mən oyladım azı hər vilayətin hər bir Yox, nələrdə. bu Taşkent filial- Kətdəku. Bu filialımız bir Özbekistandan emas, başqa dövlətlərimizdən var. Rusiyada, Qazaxstanda, Latviyanın Latviyanın kimi? özündən var. Latviyanın kimi? Aslında Latviyanın nəsə firması. İndi ağzımız əmə özbekçilik bu. Ha. Ertəng günü firma bankrot olacaq olsa neçə болады? Yəni savallarım болады. Yox. Bu Mogo Leasing kompaniyası 2018-ci-dan bəri Taşkentdə iş fəaliyyətini, Özbekistanın içində iş fəaliyyətini alıb gəldi. Şuna səbəblərə görə Taşkentdən, Qaşqadaryadan, Səmərqand vilayətlərimizdən bizə Xarazmliklə barıb mücazanı barıb alıb duranın səbəblərə görə Mogo Leasing kompaniyası bir də açıb verdi bizə. Uzaq abar bürməsin. Uzaq avar vurməsin. Xarəzmdən açamız. Xarazmdən şuna açıb verdi. Şuna Gəlir. Xarazm vilayətlərimiz indi yurttaşlarımıza aksiya qoyub verdi maşınlarımızı. Gəl yox dostlar, yenə gələslə, dokumentlərini görəslə, niçik. İndi hazır ötən videomuzda aytdıq, köp leasing kompaniyalar var, köpsünə işanç yox alğandan keyin əgər bir leasing kompaniya, məsələn sizdən ki leasing kompaniya dəviri yox boluşu mümkün. Lakin bir нәрsə sizə realni bu nərsəni alıb ketib durursa. То есть əgər bir leasing kompaniyalar əldə bir 20-30%, 40% төлətdirədən kütəsiz 3-4 ay maşınınız gəlincə dedi də, doğrumu? O getdi o. Aha. Bax, adını aytıb oturmayımız. Bu yerdə enerji maşını gördünüzdə əldən bir yəni neçə sum verədim bu işə? Bu 2015-ci il Matizimiz H9 lüks kondisioner 6 milyon 700 min son bilan çıxardı başlanğıçda o. 6 milyon 700 min verdi. Verdi. Şu günü maşını haydab ketadi. Natarası, qayısı, sığortası devinirsən məs şunun içində. Ana. To есть gözləriniz bilan görüb durub, üstündə görüb maşını maqul olsa kurs. Bunu Calanbek ağamdan ki paşti arendan mingenin hesabında olardı. Mən Maşının pulunu төлep qalandan ki mülk özünə qayıt getərdi. Başqa yerlərdə, kompaniyalarda məsələn maşının pulunu əlində 20%-ni төлətdirədi, 10%-ni notaruz, qayıs nələrinə, sığorta devinirsən əddini xaracat etdilərdi. Yəni ki, həməsi şunun içində. 6 milyon 700 milyon boladan olsa, şunu başlanğıçda onun içindən məsələn. Başlanğıçın içində. Yəni 15-ci il H9 6 milyon 700 bərəslə, alasla getəslər. Ay tölə biri verədə. Əlbəttə. Ailə çat çıxardı bunu şunda? 2 milyon 300 milyon, 2 milyon 400-dən çıxıb. 2 milyon 300, 2 milyon 400-dən 5 il mi? 5 il. 5 il. Yəni. Kondisioner həmin əsası var. Metan, yumşaq balon. Benzində xalasa qazam qoyub verəmiz. Ha bu benzində xalasa qaz qoyuram. Qazam qoyub verəmiz. 4 tane yumşaq balonda. Radnoy xərəng. Maşın radnoy. Radnoy. Yəni dostlar. Keyinki Matizə gələn olmasaq, Matiz Buna gələn olmasa Calanbek bu 2016-cı il maşınımız. 16-cı il. Qaz ustanıb gələdə 4 tane yumşaq balon. Haydaşa təyyar. Həydəşə təyar, 100% təyar. Neçə somu tən narxı? Tən narxı 56 milyon som, bu 6 milyon skitkədə. 50 7 milyon milyon skitkədə. 48 milyon. 48 milyon sağ ol. 48-ə bərabərimiz lazım. 48-ə bəli. Neçə son pul bilə ekip bilədi? 6 milyon 700 milyon mən ekip bilədi. Bu amış 6 milyon 700 verədi, aylıq to'lov 2 milyon 300 milyondan çıxardı. 2300.
Emas. Endi bizlar bir ko'rsatib beruvchi insonlar. Ma'qul bo'lsa, telefon urasizlar, kelasizlar, qo'shton bilan telefonlashtirib, qars kurs. Mana shunday. Keyingi Spark o'tgan safar ham ko'rsatdik bilan. O'tgan safar 7 million aksiyaga ketib turadi. 7 million Hozir necha so'm aksiyaga ketdi shunda? Bana 8 million aksiya. 8 million. Yana 1 million chapildi narxidan. O'tgan safar bilan syomka olgan vaqtimizda 7 million skidga 65 million edi. Ava. 8 million skidga 64 million bu. 64 million so'm yana. 64 million. Nechanchi yil bu? 2015-yil. 15-yil Spark. Bu fillar ham toza variantdan qo'yilgan yana. Dugalar qo'yilgan, qora kirishga qilingan. Yurganchami? Yurgani 150 million. 150 ming yurgan. 150 ming kilometr yurgan. Metan hamma narsasi bor. Ava. Ha. Bu mashinamiz benzinda. Qalasa bunga ham gaz qo'yib beramiz. To's qo'yib beriladi. Ava. Buna qimmat narsalar farlar, götüne pisojli stoplar qo'yilib, tuzilib turibdi mashina. Haydashga tayyor 100% ham. Haydashga tayyor, benzinda, xolasa metan qo'yib berasiz. Allohdan mijozimiz xolasa gaz qo'yib beramiz, yo'q benzinda desa benzinda. Muammo emas. Gap yo'q. Necha so'm? Aldandan to'lov. Aldandan 7 million so'm bilan chiqadi. 7 million beradi oladi ketadi. Ava. Bular 6 million 700. 6 million 700 bular ham. 300 ming so'm qo'shtirib Spark urib tashlang. Qarasi yo'q bunda? Yo'q, mashina klasikamiz. Yurgani yana bir aytmang. 150 ming probeg. 150 ming kilometr yurgan. Yine pisojli farlar bilan tuzilib turibdi mashinamiz. Gap yo'q. Keyingi mashinamiz ko'pchilik so'raydigan Nexia 2 mashinalari. Hozir 2 dona Nexia 2 bor. Agar yo'q, boshqacha ranglari kerak deydigan bo'lsangiz ham bor. Topib beradi qo'shuvdan murojaat Aytib qo'ying, boshida aytib o'tilgandek 11 viloyatimizda mashinalarimiz bor. Halolni olib beramiz. Bir nechanchi yil bu? Bu 2015-yil 15 Sons gibrid Polux bu. Polux ham. Bunda gazlar ham hamma tayyor bunda. Haydashga tayyor ekan. Kraska yo'qmi bo'ladi? Yo'q, kraska yo'q. Kraskasi bo'lsa hammasi rodnoymi sizlar? Ha, mashinalarimiz rodnoy. Kraskasi bor olmaysizlar? Yo'q, bizlar ham kraska borni klientga tavsiya etamiz, olamiz ham biz. Balonlar ham yaxshi, yomon emas. 30% protektori bor. Kraska rodnoy, Sons motor. Bu mashinamiz ham skidga. Necha so'mga turibdi? O'zi tanlab qilchadi. O'tgan safar bilan syomka olgan vaqtimizda 83,5 edi buni bahasi. 83,5. Hozir 5 million skidga tushdi bu mashinamiz. 78 million. Ketdi. Yarim bilan hisoblab o'tiribmiz. 870. Bo'lsa, xalqimizga bo'lsin deb skidga turibmiz. Necha so'm beradi? Mobil leasing kompaniyamiz nomas tutdi leasing aksiyasini. To'xtamaydi. Mana o'tgan safar aytganimizda 8,5 million bilan, 8 million bilan chiqadi. 8 million so'm berasiz. Hamma xarajati ichida oylik to'lovi? Oylik to'lovi 3 million 800 ming so'mdan tushadi. 3 million 800 dan. Keyingi mashina bu Nexia 2. Bunga keladigan bo'lsak, Javlanbek 2016-yil. Chisi 16. 16. Tek pasport ham uzun. Kuzov ham, tek pasport ham 16. Ava. Sons gibrid lyuks konserner mashinamiz. Mana ham aytsak, shu o'tgan safar 86 million edi buni. Bahasi 83 million tushdi. 83 ga tushdi. 3 million skidga tushdi. 3 million skidga ketdi. Kraska rodnoy. Kraska metan, setan hamma narsasi. Metan, setan, signalizatsiya, 4 ta yumshoq, mashina minuvchiga tayyor. Mashinamiz. Shunda necha so'm 8 million 300 ming so'm bilan chiqadi. 8 million 300. Boshlang'ich to'lov. Aldandan to'lov. 8 million baravar shuning? Bo'lsa, xalqimiz uchun 8 million so'm berasizlar, Injun Nexia 2 ni olib ketasizlar. Boshqa hech narsa xarajat etmaysizlar. Oylik to'lov 4 million 100 ming so'mdan chiqadi. 4 million 100 dan tushadi. 5 yil ham bular. 5 yil. Endi xolasa 3 yil, 4 yil bir yildan 5 yil oldim. Xolasa. 1 yildan 5 yilda dogovor tuzib turib, kelib 3 yilda beklat tashlasam bo'ladi. 2 yilda beklat tashlasam bo'ladi. 5 yilda shartnoma tuzib turib, 2-3 oyda to'lab shu grafikdan to'lab turib, kelib turib 10 million, 20 million, 30 million to'lab bersa, ana bundan ham qiladi, grafik ham tushadi. Ha. Bunday variantlarimizdan bor ekan. Yana do'stlar, hozir bu yerda bir 5 dona mashina bor, lekin easy yetiriladi. Chunki viloyatlarga tarqatilgan mashinalar. Bu yerda hozir 5 dona mashina bor. Boshqacha variant kerak bo'lmasa, galinglar qo'shib tom bilan yuzlashinglar, sizlarga variantlarni ko'rsatadilar. Rasmlari hamma narsa bor. Albatta. Gap bo'lishi mumkin emas. Yana aytibman-ku, bu yerdan ko'rib, videoni ko'rib turib, men xohladim shu mashina oldirib qo'ying deganlar, Gulistonga chiqarib berganlar. Ha, shundan gap. Shundan mijozlarimiz oldirdi. Gap. Mashina kelib ham ko'rmadi. Shu videoda, syomkada videoda ko'rib, Gulistonga yerdik. Oldirdi. Yana do'stlar, kimga qiziq bo'lsa, ekranda nomer bor. Mogo Leasing kompaniyani 2 danami, 3 dona nomer qo'yamiz o'xshaydan. 3 dona. O'tgan safar 3 nomer qo'ydik. 26 telefon aynan chestni ko'ring-da. Toshkentda call centerimiz nomeri qo'yiladi. Ava, yozib qo'yamiz, Urganch filial va call center. Videoni chiqardik-ku. Qancha vaqt bo'ldi hozir? Bir hafta 10 kun bo'ldimi? Hafta bo'ldi. Hafta bo'ldimi? Biz уже kalla o'ylab yotibmiz. Ha endi istaxir mijoz yo'q, syomkaga, syomka. Xudo shukr, ava, qarang. Odamlar ko'pincha nov qiziq tutdi.
telefon tutmalar, no talab ko'p o'tibdi. Talab mashina qiziqish olib turibdi. Yilini summasini, oylik To'la telefon to'xtamayapti. bo'ladi. Do'stlar, shunaqa gaplar. Yana ofislari galasizlar, ko'rasizlar. Grafiklarni yana bir qator danishasizlar, nechik dokumentlar bo'ladi, hammasini qo'shtam tushuntiradi. Albatta. Nechik dokumentlar kerak, kim kerak, har xatni o'zi kerak, to'g'rimi? Ya bir o'zi bo'lsa bo'ldimi? Bir pasport bilan mijozning o'zi bo'lsa bo'ldi bizlar. Bo'lgani. Ina do'stlar. Hamma ishlarga pasport evaziga bo'lgan. Bir dona pasport. Hamma ishlarga omad. Sizlar bilan Jalolbek Masharipov hamda Xo'shutam, Mogo Leasing kompaniyasi xodimi. Ana variantlarni tushuntirdik, aldandan to'lovni tushuntirdik, oylik to'lovni tushuntirdik. Ana nechik dogovor bo'ladi deyishni video boshida aytib o'tib ketdim. Finskiy dogovor bo'ladi. Dogovor bo'ladi. Ertangi kuning ilpondan keyin uning oldi sotdi, uning narsalar shart emas. Notarslar aytiladi 100%. Notarslar aytiladi, fin dogovor tuziladi. Fin dogovorning shartnomasidan notarslar bir nusxa, oluvchining qo'lida bir nusxa, o'zimizda original bo'ladi. To'lolmagan taqdirda uni nagruziga berib, narsa yo'qmi? Yo'q, bizda uni narsa yo'q. Mijozning imkoniyatiga qarab sharoit belgiladi. Gap yo'q. Yana uglovoja tez arada kattaroq joyga ko'chishaklar. Shuni hozircha, yana времени ishi joyidalar. Telefon nomeri ekranda. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.